Assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshim. Assalomu alaykum hurmatli bizni ko'rayotgan xavfli dunyoning xavflaridan sog' omonmisiz deb bugungi podkastimizni boshlasak bo'ladi. Men psixiatr, narkolog, psixoterapevt, Psixomed 24 klinikasining rahbari Zebnus Ahmedovaman va bizning oldimizda savobga qadam qo'ygan. Sizlar uchun xavfli dunyoni xavflaridan ogoh bo'lish uchun o'z ichki kechinmalarini, o'tmishini, bugungi kunini aytib berish uchun kelgan o'tmishdagi narkoman va hozirgi kundagi butun joni jahoni bilan o'sha sinovlardan chiqish uchun kurashayotgan, eplayotgan mening eng yaxshi, samimiy inson sifatida insonligi beqiyos bo'lgan inson oldimizda o'tiribdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Mana shu qilayotgan savobingiz o'zingizga, sog'ligingizga, mana shu sinovlaringizdan o'tishingizga katta kuch bo'lib o'zingizga mukofot bo'lsin. Rahmat. Bu narsalar hammamizga xayrli bo'lsin. Bugun bizning klinikaga mehmon sifatida keldingiz. Har doim davo istab kelardingiz. Siz bilasizmi, kuchli insonsiz. Nimaga aytaymi? Nimaga? Men javob berganman-da. Men mana shu sohaga hayotda kirmayman deganman. Men mana shu narkomanlar bilan ishlamayman deganman. Ammo siz nafaqat meni majburladingiz. Narkolog bo'lishimga turtki berdingiz. Xudodan qo'rqdim. Mana shu gapni siz aytmadingiz, Alloh menga bildirdi deb hisobladim. Va men bilasiz, siz har kunimda qanaqa qadamlar qo'yganimni bilasiz. Ertalablari, sovuqlarda, qor yoqqan paytlari mana shu Sankt-Peterburg naryodagi Respublika narkologiya markaziga borib o'qidim. Hujjat narkolog bo'lish va sizga o'xshagan minglab odamlar deyapsiz. Ana shularga yordam berish uchun qadam qo'ydim. Siz mana shu kuchni menga topdingiz, shuning uchun siz kuchli insonsiz. Va chiqib ketdim, mashg'ulotdan chiqayapman, chiqdim deb o'ylayapman deyish bilan barobarida boshqalarga ham yordam kerak. Boshqalarga ham yordam kerak deb meni qulog'imga taq urib, men qalbimga, meni iymonimga taq deb urolgan insonsiz. Mana shu insonning iymoni ham bilasizmi? Titrab turadi. Nimani qildim, nimani qila olmadim deydi. Ana shu joyda siz ana shu iymoning butunmi deb taq etib, bizchi, bizga kim qaraydi degan insonsiz. Shuncha kuchli insonsiz aslida. Narkomaniya xavfi, bunga qanday kirib kelish, bunga kirmaslik uchun nima qilish va men ayta olmaydigan gaplarni, men tushuna olmaydigan gaplarni siz bilasiz. Xalqga sizni ovozingizni yetkazish uchun biz shu yerdamiz. Nimalar demoqchisiz? Xo'p, taklif qilganingiz uchun avvalambor kattakon rahmat. Bu shunaqangi xavfli narsaki, inson tushunib yetishi juda ham qiyin. Qanchalik xavfliligini, qanchalik insoniyligini, o'zligini yo'qotib qo'yishini o'zi tushunib ola olmaydi. Oddiy narsa bo'lmaydi. Hamma aytadiki, men bilan bu narsa bo'lmaydi deydi. Hamma narkomanda shunaqa narsa bor. Men narkoman emasman deydi. Lekin vaqt o'tib yordamga muhtoj bo'ladi, nima qilishni bilmaydi. Hech qanaqa chorasiz qolib ketadi. Yordam qidirishni boshlaydi. Hech qatdan yordam yo'qligidan yana ham chuqurroq yamalarga kiraveradi. Nima degani u chuqurroq yama degani? Muammolar desa bo'ladi. Chiqib keta olmayman degan narsa bor-da bu narsada. Yana ham chuqurlashib boraveradi. Ya'ni pul yetishmasligi, sog'ligi raso bo'lishi. Albatta. Pul, sog'liq, oila, bola chaqa, oilasi bo'lsa. Ruhiyat sinishi. Ruhiyat umuman qolmaydi desa ham bo'ladi. Odamni
o'zi tanimay qoladi. Odam o'zini o'zi yo'qotib qo'yadi. Endi xalq bu gaplarni eshitib, bu umumiy gaplar bizga vaqt cho'zmasdan anig'ini ayting. O'sha holatga tushmasligimiz uchun, kirmasligimiz uchun nima qilish kerak desa, siz qanaqa kirib qolgansiz? Siz qanaqa xavf bo'lganki, shu xavfni ayna olmay qolgansiz? Unga qanaqa, masalan, non qilish uchun un bo'lishi kerak, suv bo'lishi kerak, tuz bo'lishi kerak, tandir bo'lishi kerak, olov bo'lishi kerak. Unda mana shu joyda non yopiladi. Narkoman bo'lish uchun nimalar paydo bo'ladi? Boyaga aytganimdek, un nima, tandir nima, kim sizni qizitadi, kim sizga masalliq beradi, kim qanday ular atrofida paydo bo'lib qoladi? O'shalar haqida aytib bering. Mani o'ylashim bo'yicha, o'zimdan kelib chiqib aytaman. Nima bo'ldi hayotingizda? Hayotingizda birinchi marta kirganingizda kunda aytib bersangiz, xalq tushunadi. Inson hayotida yo'q deyishni bilish kerak deb o'ylayman. Birinchi o'rinda yo'q deyishni bilish kerak. Shu narsani bilasan, o'zingga ortiqcha baho berma. Spirtnoy, masalan, spirtnoy bo'lsin. Spirtnoyga ham o'tirib qolganlar ko'p-ku juda ham. Alkogolizm ham ko'p. U alkogolizm ham ko'k narkotikning bitta yo'nalishida. Qaramlik bitta yo'nalish. Yo'q deyishni bilish kerak. Men bilan bu hodisa bo'lmaydi. Men boshqalardan ustunman degan narsa bo'lish kerak emas insonda. O'sha kuningizda aytib bering, qanaqa qilib birinchi kun shu xavfni bilmay qolib kirib qoldingiz? O'sha kunni aytib bering. Kimlar bor edi? Yaqiningizmi, qarindoshingizmi? Yaxshi ko'rgan insoningiz kim sabab bo'ldi? Qanday kirib qoldingiz? O'sha kuningizda aytib bering, xalq eshitsinki. Oldin bu xuddi ko'ngil xushlik uchun boshlangan. Yengil narkotiklardan boshlangan. Psixotrop tabletkalar. Keyin уже tejollarga o'tilgan. Eng oxirgisi o'sha og'ir narkotiklar. Boshida tushunmaganman. Hamma shunaqa bo'ladi. Kimdirlar bittada tushunadi. Men 3-4 marta upatabiliyat qilgunimcha tushunmaganman. Nima bu, qanaqa? Kayfini sezmaganmisiz? Yo'q, euforiya, unaqa narsalarni tushunmaganman. Chunki undan oldin men tabletka, ecstasy degan tabletka ichib yurardim. Necha yil ichdingiz? Unaqa ko'p vaqt davomida ichmaganman. 1,5 oy, 2 oy haftada 3-4 martadan ichardim. Xuddi o'sha effektni olish uchun hozirgi sintetik narkotiklarga o'tganman. Necha yil bo'ldi umumiy ma'noda bu holatga kirganingizga? Tejoliy narkotiklar 2020-yildan bo'lsa kerak, menimcha. 5 yil bo'ldi. 5 yil. Umumiy ma'noda-chi? Umumiy ma'noda narkoman degan narsani miyangizga, peshanangizga osganingizga necha yil bo'ldi? Narkomanman deb tan olmaganman, lekin oxirgi payt tan oldim. Qachon odam tan olsa, shu kasallikdan davolanish harakatini qilar ekanda. Shunaqa. Men o'ylashimcha 2015-14-yillardan o'zi psixotrop moddalarni qabul qilardim. Undan oldin spirtnoy, piva, aroqlar bo'lgan. Ko'p miqdorda bo'lgan? Yo'q, unaqa ko'p miqdorda emas u. Bo'lmagan deb ham ayta olmayman. Baribir bo'lgan. Birinchi marta shu narsaga sababchi bo'lib qolgan holat, voqelik, inson kimlar endi? Odamlar kimdan kutsin shu xavfni? Kim paydo bo'ladiki hayotida unga yo'q deya olmay o'shani ichib qo'yadi yoki qilib qo'yadi? Bu kim bular bo'lgan? Asosan yaqin o'rtoqlaringiz taklif qiladi. Narkomanlar o'rta hisobda 100 tagacha odamni zarazit qiladi bitta narkoman. O'rta hisobda. Boyaga aytganimdek, yo'q deya olishni bilish kerak. Sizda ham shunaqa taklif qilgan insonlaringiz bo'lganmi va nechtasi yo'q deya olgan? Men
iloji boricha taklif qilmaslikka harakat qilardim. Sintetik narkotiklarga kirib kelganimdan keyin buni qanaqa og'irligini tushunib yetganman. To'g'ri, tez tushunib yetmaganman. Qanchadir vaqt kerak bo'lgan. Qanchalik sizga kuchli kayf beradigan moddalar bo'lsa, shunchalik uni obratni tomoni ham bo'ladi. Ya'ni undan chiqib ketish qiyin bo'ladi. Shuni tushunib harakatni boshlaganman. O'shaning uchun iloji boricha hech kimga taklif qilmasdim. Taklif qiluvchilar asosan puli qolmaganda unga olib beraman, yarmini o'zim ishlataman deb taklif qilishadimi? Nima ularda nima ehtiyoji bor o'rtog'iga taklif qilishga? Bu yana nima desa bo'ladi? Kimdirlar shunaqa fikrda qilishi mumkin. Kimdirlar prosta o'sha modda ta'sirida odam butun dunyosini hammaga ulashib yuboradi-da. Shedri bo'lib ketadi. San ham ichsan ham qiladi. San ham maza qilgin deb o'yladi, mana men senga anu xursandchilik ulashyapman deb naborot u odamni hayotini do'zaxga aylantirib qo'yishi mumkin, o'zi bilmagan holda. Chunki bu narsadan bir martada bo'lib qolish ham hech gap emas-da. Bir martada bittada yoqib shu narsani qarama bo'lib qolish hech kim nima deydi? Zastraxovan. Da, albatta. Kimga qanaqa ta'sir qilishini hech kim bilmaydi. Endi xo'p, boshida o'sha siz aytgan modda bilan yuribsiz. Nimaga og'iriga o'tdingiz va o'sha boshida siz aytgan moddani ishlatayotganingizda nimaga ertangi kuni yoki bir haftadan keyin yana xohladingiz? Bu shunaqa narsaki, narkotiklar qanaqa tushuntirsam sizga? Ichingizdagi bor yaxshi chuvstvolar, yaxshi xayol, fikrlarni o'ziga so'rib oladi. Xuddi sizdan hamma energiyalarni tortib oladi-da. Uni qabul qilganingizda yana qaytib kelganga o'xshaydi. Lekin действияsi tugagandan keyin o'sha o'zi bilan yana ham ko'proq narsa olib chiqib ketadi sizdan. Ya'ni o'shani qabul qilasiz, yaxshi kayf beradi. Zo'r bo'ladi. U kayfda sog'lom odam, masalan, sog'lomligingizda, xuddi o'sha dori bilan, narkotik bilan bo'lgan kayf sog'lomligingizda bir marta bo'lsa ham hayotda bo'lganmi? Yoki u narkotik kayfini sog'lom odam tushunmaydi. Shunchalik darajada boshqa narsami? Shu darajada umuman boshqa narsaki, real voqelikdan tashqarida bo'lib qolasiz. Men ko'pchilikga aytib beraman-da, mana shu narsani tushuntirish uchun. Nima o'zi bu? Yo qanaqa narsa? Ko'pchilik bu narsani qanchalik xavfliligini tushunishmaydi. O'shanda tushuntirayman. Oson, oddiy. Tasavvur qiling. Bir insonni onasini bitta odam o'ldirib qo'ydi. Xudo asrasin. O'sha ikkita odamga ham mana modda berildi. Bir-birini ko'rishtirib qo'yishdi. Hech narsa bo'lmaganda gaplashib o'tiradi. Kerak bo'lsa bir-biriga nima deydi, shunaqa mehrli gaplar gapiradi, siz hayron qolasiz. Mana buni onasini bu o'ldirib qo'ygan. Aha. Keyin ikkalasi indamay dorini ta'sirida kayfida bir-birini gaplashib o'tiradi. Gaplashishdan tashqari, demak, biz internet orqali eshitayotgan narsalar, ular bir-biri bilan qandaydir bir seksual отношенияларga kirish yoki yana boshqa narsalar ham bo'lib ketishi mumkin ekan-da, demak. Bo'lishi mumkin. Bu insonni shunchalik darajada yo'qlikka olib boradiki, razrat. Har tomonlama buziladi. Hayotiy funksiyalarida. Uyqu buziladi, ovqatlanish buziladi, qarashlari buziladi,
siz aytganingizdek mana masalan hozir yoshlar orasida juda ham ko'p tarqalib ketgan o'sha nima deymiz? Geylikka olib kelyapti. Shunaqa. Juda ham zararli moddalar. Endi boyabda gapirdingizda, siz dedingiz bir katta bir savlatli joyga bordingiz, o'sha joyda bir katta odam sizni oldingizga chiqdi. Shu odam ham shunaqa ishni 2-3 soat oldin qilgan bo'lishi mumkin dedingiz. Shunchalik darajadami? Bilasizmi, siz tasavvur qila olmaysiz. Mana shu narkologiya sohasida ishlab turib, shuni ichida yurganlar bor. Ha, o'zi narkologiyada ishlaydi, lekin shu narsani qabul qiladi. O'zi narkolog. Yoki institutga borsangiz, o'zi o'qituvchi, professor, lekin shu narsani qabul qiladi. Wow. Yoki doktor. Har bitta sohada topish mumkin. Siz kutmagan, bilmagan, o'ylamagan odamlaringiz. Yoki ibodat qiladi. Albatta. Yoki diniy bilim bor. Albatta. Ular ham qabul qilish mumkin. Bilmaysiz? Yo'q. Xotini ham bilmaydi. Yo'q. Ukasi ham bilmaydi. Hech kim bilmaydi. Sizni sen 10 yil davomida shu ish qilgan bo'lsangiz, siz menga shuni gap aytdingiz, hech kim bilmaydi dedingiz-da. Oldindagi ham bilmaydi dedingiz-da. Shunchalik bilintirmaydigan darajaga kelibdi-da hozirgi sintetikalar. Hamma narsa rivojlangandan keyin bu narsalar ham rivojlanyapti. Yo, endi bilintirmaydi deganim qanaqa ma'noda sizga tushuntirsam? Aroq ichsa biladi. Aroq ichgan odamni xohlaysizmi, xohlamaysizmi bilib qo'yasiz. Sen uni aroq hidi chiqadi yoki aljirashib boshlaydi yoki bir narsa de alkogollikni tashqi tarafdan bilish qiyin emas. Ichgan payti bilsa bo'ladi. Ichmagan payti ham agar u regularni ichib yurgan bo'lsa, ichmagan payti ham mundoq qarab turib, ichuvchimi, ko'z o'rganga, ichuvchimi deya olasiz. Lekin bu odamlarda shu yarim soatlik eforiya payti tugadi, undan chiqqandan keyin yo'q, sezmaysiz. Sezmaysiz. Yo'q. Qiyin sezish. Unda erga tegayotganlar uchun xavf, uylanayotganlar uchun xavf. Hamma narsada xavf. Endi bunda sezmaydi deganim, mana hozir eshitayotganlar, nima deyapti, bu jinnimi va salyo'ylarni ko'rganmiz. Sezadi. U odam tugab bo'lgan bo'ladi-da, u yo'lini tanlab bo'lgan, ko'chada bamjit qilyapti u narkoman. Men aytayotgan odamlar shu narsa bilan yashashga harakat qilmoqchi bo'ladi odam. Ham ozgina uraman, ham ishlayman, ham uni qilaman, ham uni ishlayman. Uni bilib bo'lmaydi. Yo'q, uni seza olmaysiz. Именно mefedron masalasida. Bilib bo'lmaydi uni. Yo'q, bilib bo'lmaydi. Boshida agar chuqurlashib ketsa, o'zi hech narsa. Yarim soatdan keyin, yarim soatda aytib bo'ldingiz. Ya'ni kimdir sizga berdi, bergandan keyin yo'q deya olmadingiz, kayfini ko'rdingiz. Shu tugagandan keyin yarim soat o'sha kayfni his qilib bo'lgandan keyinroq boshlanadi yana uni xohish. Yo'q. U tugamasdan qidirishni boshlaysiz. Hali tugamasdan. Boshida unaqaligini bilmaydi-ku. Yarim soat o'tgandan keyin mana yangi narkoman, yangi narkotik ishlatuvchisi paydo bo'ldi. U hozir ishlatgandan keyin bo'ldi, xohlagan paytim ishlataman, xohlamasam ishlatmayman deb o'ylaydimi? Yo'q, deya olmaydi unaqa. Deya olmaydimi? Yo'q, deya olmaydi. Men o'zimda bo'lgan shu hodisani aytsam, kulgili narsa. Hozir esimga tushib qoldi. Birinchi marta o'sha tabletka narkotiklarni iste'mol qilganimda tushunmaganman. Birinchi marta bo'lyapti. Shu darajada qanaqa tushuntirib bersam,
xursandchilik bergan, hamma narsa aralashib keladi-da. Hali ham esimdan chiqmaydi. Bu vaqt qancha davom etadi desam 3-4 soatgacha deyishganda, telefon qilaylik to'xtamasin deb kulganman. O'shanda ancha vaqtgacha ustida kulib yurishganda tanishlarim. Bu hozir men kulib etib beryapman, lekin afsuslanaman shu narsalarga. Afsuslanaman. Bu hayotingizda ikkita eshik bo'ladi-da. O'sha bitta eshikni ochsangiz, oila, hayot, yaxshi hayot, quyoshli, nurli, top-toza hayot bo'ladi. Ikkinchisi qorong'i eshik. Mana shu qorong'i eshigiga kirish kerak emas-da. Undan qaytib chiqishga yo'l yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Hech qachon topa olmaysiz. Yo'q, 100% yo'qotib qo'yadi. Agar uni tortib oladigan qo'l bo'lmasa, albatta. Ya'ni yaxshi mutaxassis bo'lmasa, yordam kerak. Qo'llab-quvvatlovchi yaqinlari bo'lmasa, men endi bir narsa aytmoqchiman. Men bu eshikni desa, yana bitta qora eshikni desa, men qora eshikni eshik sifatida tasavvur qilmadim. Men qora eshikni ana o'rislar grob sifatida tasavvur qildim. Unda ochiladi, eshikka o'xshaydi, faqat tikka qilib qo'yilibdi-da. So'raysiz, uni eshik deb o'ylaysizda. Lekin o'shandan chiqqan anaqasi shobodasi zo'r-da. Bundoq qilib boshingizni kirgizdingiz, maza qildingiz. Qadam qo'ydingiz. Eshik shaq yopildi. Все. Qopqonga tushasiz. Aldanib qolish kerak emas-da o'tkinchi narsalarga. Endi qarang, o'sha mutaxassis ana shu grobni urib, yanchib, buzib, ushab, tortib olib, sen yana yoqqa tortasan. Mutaxassis bu yoqqa tortadi. Mutaxassisga bunday olib qaraganda kerak emas. Uncha mutaxassislar men deydi bu orqali pul topaman, kirsang kirib ketaver. Kecha men sen bilan ishladim deydi, tushuntirdim deydi. Tushunyapsan? Ya'ni men qilgan ishni qilmasligi mumkin. Men o'zim maqtamoqchi emasman. Men haqiqatdan ana shu grobni buzib, qo'ling ushlab, bu yoqda ikkinchi yorug' eshik bor deb qiyin-da. Ham ko'zingni qo'lim bilan ochib turishim kerak. Ya'ni xabar olib turishim kerak seni. Ko'zingni ochib turishim kerak. Yana qo'lingni ushlab turishim kerak. Yana meni kaltaklab qo'yasan. Yana sira bu o'lishi mumkin deb turasan-da, meni kaltaklab qo'yasan. Men ishim yo'qmi, meni uyim yo'qmi, men bolam yo'qmi? De o'sha joyda men qilgan mehnatimni bitta inson yana o'sha gruptichiga kirib ketmasligini tushunib, eslab, ularni orqaga surib, sen qo'limni bitta urganingni og'rig'ini anaqa qilmasdan, hisobga olmasdan yana sen qo'lingni tortib olishim kerak-da. Yana sen ko'zingni ochishim kerak-da. Yana agar qilib qo'ydim deganingda yoki men Zemizova kecha sarvatsa qildim deganda hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi. Hozir yana ishlaymiz. Deyolishim kerak-da, seni so'kishim kerak emas-da. Chunki senga bog'liq bo'lib qilib qo'ymading-da. Tushunsan? Kasallik bu. Kasallik uchun qildik. Lekin og'ir darajalardan hatto biz o'sha ko'zni ocha olmaymiz. Hatto qo'limizga shunaqa uradiki, bor devoramiz. Lekin sen meni ko'zimni ochding-da, Zemizova pikka o'tdi. Nima pikka deyman-da? O'sha haqda aytib ber. O'zi bu narsa to'g'risida, narkomaniya to'g'risida bizani xalqimizda tushuncha yo'q deb o'ylayman-da. Chunki buni kasallik sifatida ko'rishmaydi. Narkoman bo'lsa u odam hisobidan chiqarib olishadi, gaplashishmaydi, harakat qilishmaydi, davolashmaydi. Mana masalan bitta inson shamollab qoldi. Uni olib borib urmaysiz, nimaga shamollading deb yoki qamab qo'ymaysiz. Shunaqa. Narkomanlar bilan shunaqa muomala qilishadi. To'g'ri, narkomanlar qanaqadir aybi bordir. Aybi bordir, lekin ataylab shuni xohlab kirmagan bu narsaga. Shunaqa. O'zi xohlab tanlamagan. Ixtiyoriy, noixtiyoriy deydi-yu. Ham ixtiyoriy, ham noixtiyoriy. O'zi bilib bilmay, taklif qilgan. O'zi bilib bilmay shu narsaga kirib qolgan.
jamiyat deymiz, atrof muhit deymiz, balki oiladagi muhit bo'lishi mumkin. Mana shu joyda gapingizni olaman, to'xtataman. Hamma ham kirib ketmaydi. Travmasi bor odamlar kirib ketadi deb. Ali, men hamma bilimlarni senga aytishdan oldin sen menga bilim berasan-da. Menda bor bu bilimlar. Lekin sen og'zingni eshitish menga kuch beradiki, shuni biladi shu inson. Ya'ni bu narkotikni orqasiga yashirinib olgan inson deb gapirding. Kim u? Narkotik moddalar shunaqaki, siz real voqelikdan tashqarida bo'lasizda. Uni qabul qildingiz. Oiladagi muammongiz, ishdagi muammongiz, deysiz. U muammo turibdi, yechilmadi, lekin o'shani orqasiga bekinasiz. Bekinib qarabsizki, o'zi qaramsiz. Undan usiz yasholmaysiz. Muammo ham qolmadi deng. U muammo o'zi ortiqcha, u o'zi muammo emas o'zi sizga. Mana bu yerda o'zingizni muammongiz turibdi, o'zi siz narkomansiz. O'zingiz orttirib bo'ldingiz o'zingizga. O'shaning uchun muammolardan qochish kerak emas-da, uni hal qilishga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Lekin u paytda bu gapni o'ylab ham o'tirmagansiz. Yo'q. Necha xil turini endi uzru shu odamlar eshitish uchun, tushunish uchun aytayapman. Necha xil turini endi qabul qilasiz. Tak. Men o'sha psixotrop tabletkalardan boshlaganman. Естественно, keyin gash bo'ladi, ya'ni shunday. Sintetik moddalardan mefedron, sol, yana tomirga bo'lganmi? Tomirga yo'q. Men lekin nima deydi? Narkoman bo'lsam ham hech qachon geroin, mana shunaqa narsalardan aniq qilardim. Chunki men o'zim moyilligim sezganman yoshligimda shunaqa narsalarga qo'rqardim o'tirib qolishdan. Bunaqa narsalarni ko'p yoshligimdan ko'p ko'rardim, ko'p eshitardim. O'shaning uchun lekin men eshitmaganman. Eshitishingizga nima sabab bo'lgan? Atrofingizdagilar shunaqa mahalla bo'lganmi, shunaqa o'rtoqlar bo'lganmi? Yo'q. Kasbingiz shunaqa bo'lib qolganmi? Atrofimda unaqa odamlar yo'q. Yo'q unaqa odamlar. Men o'zim qiziqardim. O'zimda qiziqish bo'lgan, shunaqa. Masalan, YouTube'larda ham chiqib qolsa ko'rib o'tirardim, har xil. Ya'ni ko'rmaslik taklif qilasiz boshqalarga. Iloji boricha bu narsa to'g'risida qiziqmay. Nima bu, nima qanaqa sizga taklif qilishdimi? Bilmagan narsangizni taklif qilishyaptimi? Yo'q. Ketish kerak. Bu ovqat emas, bu yeb ko'radigan. Yoqsa yeyman, yoqmasa yo'q. Siz kimga qanaqa yoqishini bilmaysiz. Qizlar orasida ham bor? O qizlarning orasida juda ham ko'p. Naborot o'g'il bolalarga nisbatan qizlarda juda ham kuchli. Nega? Qizlarga juda ham boshqacha, kuchliroq ta'sir qiladi. Qaysi tarafdan? Seksual ma'nodami? Da. Har tarafdan. Mefedronda eng og'ir va kuchli tarafi ham o'sha seksual ma'nomi? O'shani aytib bering. Da. Ya'ni aloqa qila olmayotgan bo'lsa, o'rtog'i shuni taklif qilib, men bu bilan bir ko'rgan deyoradida. U bilan ham to'g'ri, unaqa yo'lda ham bo'ladi. Mefedron uchun qizlar hamma narsaga tayyorligini eshitganman, lekin menda bunaqa holat bo'lmagan. Xudoga shukr qilaman. Qizlarga kim taklif qiladi? Balkim uni yangi tanishib qolgan boyfrendi yaxshi ko'ribdim, men san degan inson taklif qiladimi? Bilasizmi, shu narsa teskari bo'ladi asosan o'zi. Yo'q-e? O'zi asosan teskari bo'ladi. Nimaga? Ya'ni qizlar yigitlarga taklif qiladi. Endi taklif qilayotgani sotuvchimi, kim u? Sotuvchi emas. O'zi qanaqadir
shunaqa adashib kirib qolgan bo'lishi mumkin. Klubga bordi, klubda kimdir ugastit qildi. Bu gapingizdan qizlar bilan tanishish ham xavfli bo'lib Ehtiyot qoldi. bo'lish kerak. Xavfli bo'lib qoldimi endi? Hozirgi zamonda hamma narsa, hozirgi vaqtda hamma narsadan ehtiyot bo'lish kerak, hamma narsaga shubha bilan qarash kerak deb o'ylayman. Ehtiyotkorlik bilan. Ehtiyotkorlik bilan. Endi ularni dabuychasi O'zbekistonda shuncha qonunlarimiz bor, ichki ishlar qarab turgani yo'q, narkologiya xizmati qarab turgani yo'q. Ularni dabuychasi qanaqa bo'lyaptiki, masalan, plastik kartondagi pul qayerga ketdi, qayerdan nima xarid qilding degan narsalar bor. Shunaqa osonmi ularni sotib olish masalasiga kelyapmiz-da shunda. Plastik bankomatlardan pul to'lasangiz bo'ladi. Plastik kartangizni hech kim tekshirmaydi masalan. Xohlagan odam xohlagan summasini ishlatish mumkin. Pulingiz bo'lsa muammo emas. Keyinchalik pulingiz bo'lmasa ham muammo bo'lmay qoladi. Aniklarga, manbeklarga qo'yib ketadi, o'sha yerdan topib olasan degan gaplar eshityapsiz, to'g'rimi? Ha. Pulingiz bo'lsa, zakladkalar. Pulingiz bo'lsa, Telegramga kirasiz, botlarni yozasiz, pul tashiysiz. 5 minutda sizga adres tayyor, borasiz, olasiz. Qabul qilasiz. Xohlagan narsangiz bor. Hozirgi vaqtda O'zbekiston, Toshkent sharoitida xohlagan narsani qidirib topishingiz mumkin internetda. Aytaylik, shuni orqasidan borib ushlashni iloji ham yo'q-da. Kimniki bot orqasida kim turganini topib olish yo'q, tekshirib topish menimcha qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayman. Agar bo'lganda topishardi. Qaysidir botlarni ham topib ushlashgan. Qaysidir botlarni qanaqadir miqdorda mana o'zbeklarga qiladimi yo tashqaridagilar qilib o'zimizda bo'lishi mumkin. Uni hech kim bilmaydi. Uni hech kim bilmaydi. Yo'q. Kimligini, kim qilayotganini. Masalan, kimnidir o'g'li, aytaylik 12 yosh, 13 yosh. Katta hayotga otasi tayyorlayapti, onasi tayyorlayapti, tarbiyalayapti. Qanaqa qilib tarbiyalash kerakki, u yo'q desin. U qanaqa qilib xavfli vaziyatda bilish kerakki, u narkoman bo'lmasin. Tushuntirib aytish kerakmi? Nima qilish kerak? Farzandlaringizga bee'tibor bo'lmaslikni maslahatini berardim. Nima degani? Qarovsiz qoldirmang. Bolalaringiz bilan gaplashing. Nimani xohlayapti? Siz nimani xohlayapsiz emas, bolalaringiz nimani xohlayapti? Siz nimagadir erishmagan bo'lsangiz, bolalaringiz unga majbur emas. Ya'ni bolalaringizni kimlar bilandir taqqoslamang. Uni o'g'lini qara, buni o'g'lini qara, buni qizini qara. Shu narsa bolaga ortiqcha yuklama bermang. Uni o'g'li, qo'shningiz o'g'li, u qo'shningiz o'g'li. Siz o'g'lingiz, siz o'g'lingiz yoki sizni qizingiz, sizni qizingiz. Boladan ortiqcha narsa kutmang. Siz oldin o'shanga harakat qiling, keyin kuting. Siz oldin bering mehr, e'tibor, vaqt. Keyin boladan talab qiling. Nahotki shu narsalar, oddiy narsalar, o'sha oddiy narsalarni qilmaslik bir insonni, bir oilani, farzandini yulib olsa. U odam o'sha ota-ona farzandini yo'qotadi desa ham bo'ladi. Bu yo'ldan hamma ham qaytgisi kelmaydi kimdirlar, chunki o'sha real voqelikda boyaga aytdim-ku, yashagisi kelmaydi. Xohlamay qoladi. O'sha dozani olsa, o'sha dozani ursa, o'sha bilan yashasa bo'ldi. Oilaviy muammolar, o'zini ichida qiynayotgan har bir inson ichidagi g'am, qayg'ulari bo'ladi-yu. O'shalarni o'ylagisi kelmaydi. Yana bitta narsaga qaytsak, o'sha sintetik narkotiklarda jinsiy qo'zg'alish o'ta ham kuchli bo'lib, undan keyin o'sha endi men psixiatr bo'lganligim uchun xalatda o'tirib gapirganligim uchun aytishga majburman. Masturbatsiyalar yoki
shunaqa seksual vzrivlar, vulqondek katta bir nimalar paydo bo'ladi va o'sha narsalar qolib ketadimi miyada? Bu narsa hamma muammolar nima deydi? O'sha tashaganingizdan keyin kelib chiqishni boshlaydi-da. O'zingiz bilmaysiz, sekin-sekin mana shunaqa yechim qidiraverasiz. Da albatta qoladi. Albatta qoladi. Yani o'shani istak. Ta'siri ham bo'lmay qolmaydi emas-da. Juda yomon ta'sirlari bo'ladi. Qanaqa ta'sirlari bor? Masalan, siz mana chiqdingiz, lekin sizda o'sha affektiv uzilishlar holigacha bor, depressiv uzilishlar holigacha bor, kognitiv uzilishlar, endi buni o'zbekchasiga aytsak, kayfiyatingizdagi muammolar, kayfiyat yo'qligi hozirgacha bor, depressiya degani hech narsa qila olmaslik, kognitiv uzilishlar degani fikrlashdagi hali nimalar hozirgacha bor. Hozir yangi bitta narsani aytdingiz, xotiram avvalgi emas ekan, zeba dedingiz. Vaholanki o'sha moddani qabul qilganda xotiralar kuchayib ketib, 24 soat ishlashga kuch topilib, 4 marta yaxshi ko'rib 5 marta bir ishlar qilib tashlab, yo'q bo'lsa sen menga kerak emassan deb qaror chiqarib yuborib, mana shunaqa narsalar bo'ladi. Hozirgi chiqish etapingizdagi men ishlayapman, siz ishlashga qiynalyapsiz, siz qiynalmayapsiz, ba'zan men qiynalyapman. Shu qiyinchiliklar, shikoyatlaringizni aytib bering. Kayfiyat yo'qmi, uyqu yo'qmi, nimalar yo'q? Xo'p. Boyagidek aytaman. Shu narsalarga men sintetik moddalar yoki dizaynerskiy narkotika deyishadi. Hozir ko'pchilikning tilida dizaynerskiy. Nega unaqa deyishadi? Ya'ni bilasizmi? Bu shunaqa moddalarki, masalan, dopaminga, melatonin, dopamin, serotoninga bittada ta'sir qiladi-da. Ana o'shaning uchun dizaynerskiy narkotiklar deyishadi. Bular shunaqa shu darajada kuchliki, tasavvur qiling, mana dori ichdingiz, sizni o'sha kerakli joyingizga borib ta'sir qiladi. Bu modda ham shunaqa narsaki, siz buni qabul qildingiz, ya'ni ichki qalbingizdagi, bu qalb kasalligi deb o'ylayman men o'zim. Ichingizdagi, qalbingizdagi o'sha og'riqli nuqtangizni borib yopadi. Qalbingizda og'riq bor edi, bo'l bor edi, o'sha yerga borib mazga o'xshab yopadi. Tinchlantirib yoki xursandchilik berib qo'yadi. O'sha yerdan azob chiqyotdi. O'sha yerdan azob chiqyotdi, o'sha joydan vulqon chiqyotdi, olov chiqyotdi, yonyotdingiz. O'zingiz bilan o'zingiz nima qilishni bilmay stressda edingiz, o'sha joyda yopib qo'yadi. Yopib qo'yadi. Yaxshi bo'ldi. Muammo hal. Keyin shuni orqasidan boshlanadi qabul qilish. Masalan, menda boshida sezilmagan. Necha yilgacha sezilmaydi? Masalan, hozir bizni ko'rsatuvimizni ko'rsa, bosh ortmanglar, reklama uchun qilyapsizlar. Qabul qilib yurgan hamma shunaqa deydi. Boshida shunaqa deydi. Muammolar kelib chiqishidan. Endi har bir insonni emotsional holatiga qarab, kimdir depressiyaga chidamli bo'ladi, kimdirlar sal narsaga o'zini osib qo'yadi, kimdirlar boshida 1000 ta xayol bo'lsa ham, 1000 ta problema bo'lsa ham o'ziga hech narsa qilmaydi. Xuddi shunaqa har bir odamga har xil ta'sir qiladi. O'rtacha hisobda deyishadi, 1 yildan 2 yilgacha muammo sezilmaydi. Ya'ni vaqt soati bilan 2 kunda, 3 kunda qabul qilyapti, hech kim bilmayapti. Ozgina pul shunga ketdi. Ozgina emas, ko'pgina bo'lsa kerak. Mana qarang, boshidan unaqa bo'ladi. Bir haftada bir marta boshlaysiz. Men narkoman emasman deysiz. Boshlaysiz. Keyin bir haftada 2 martaga o'tadi. Ancha vaqtdan keyin. Уже 3 martaga o'tadi. 3 martaga o'tishiga sabab nima? Toleransiya oshib boradi. Уже
Tailandnisda xalq tilida tushuntiring. Moddaga qaramlik desa ham bo'ladi. Ya'ni o'sha modda avvalgidek ta'sir qilmay qo'yadi. Ha, kuchi yetmay qoladi, doza oshib ketadi. Oldin masalan ozgina bilan qoniqayotgan bo'lsangiz, hozir ko'proq kerak. Oldin ozgina vaqt mazza qilgan bo'lsangiz, hozir ko'proq mazza qilgingiz kelyapti. Ya'ni o'sha muammolarni shu narsa bilan hal qilmoqchi bo'lasizda. Boyaga aytganimdek, sezilmaydi, ishingizga ta'sir qilmaydi qanchadir vaqt. Organizmdagi bazalarni tugatib olguncha. Bu modda shunaqa narsaki, bu dizaynerskiy narkotik. Organizmingizda baza bo'ladi-da. Resurslarning baza. Hamma narsani tugatib bo'lgandan keyin hamma muammolar kelib chiqishni boshlaydi. Men sizni gapingizni xalqqa tushunarli tilda tushuntirmoqchiman. Menga oq salfetka olib berib yuborasizmi? Mana bu baza. Mana bu sizni hujayrangiz. Baza siz aytgandek, mandek dopamin kapsulalardan iborat. Dopamin nima degani? Sizga quvonch, zavq, qoniqish beradigan narsa. Qachon chiqadi? Siz 6 oy futbol bilan shug'ullandingiz, 6 oydan keyin bitta gol urdingiz. O'sha paytda bitta kapsula yoriladi. Va o'rni to'ladi. Nimaga? Bu yorilgandan keyin siz aytasizki, "Voy, men shuni eplab oldim." Deysiz, o'shani asosida yana bitta maqsad qo'yasiz. Shunda mana bu kapsula to'ladi. Endi qarang, har bitta insonda mana shu kapsulalar kimdadir 150 ta, kimdadir 500 ta, kimdadir vashshi 1000 ta, kimdadir vashshi 50 ta. Nimaga 50 ta? Kimdir stressga chidamli, kimdir stressga chidamsiz, kimdir hayotdagi stressga chidamliligi ko'p narsalardan o'tganda hayotda o'zini stressga chidamli qilib olgan. Mana siz aytgan o'sha dopaminoviy baza turibdi. Endi mana shuni masalan mana shu to'g'ridan-to'g'ri mana shu dopaminni qonga inyeksiya qilib bo'lmaydi. Yo'q. Qilib bo'lmaydi. Endi jigут kerak. Jigут buni chiqarish kerak. Jigут keladi, o'sha boyaga aytgan narkotiklar keladi. Men bitta bo'lsa. Hech qanaqa futbol urmadingiz. Hech qanaqa uy sotib olmadingiz. Hech qanaqa bugun ayol bilan yotib qoniqmadingiz. Yoqmadi. Shu ayol bilan yotish ham yoqmadi. Hamma joy muammo bo'lib ketgan. Muammoning dozasi katta, xursandchilik qilayotganlaringiz kichkina. Yetmayapti. 70 ta muammo bor, 3 ta xursandchilik bor. 70 ta muammoni o'ylaganingizda 3 ta xursandchilik ham bir teng bo'lib ketyapti. Masalan, uyingizda bugun farzandingiz "Adajon" deb kelgani xursandchilikka aylanmay qoldi. Xotin adasi "Men bugun chiroyli kiyim kiydim" degani nima bo'lib qoldi-da, 70 ta muammo, ko'zingiz 70 ta muammoda. Keyin birov bitta narsani taklif qildi, u jigutu. Jigut keladi maytda bitta bo'lsa. Mana bu sun'iy ravishda qarang. Bitta qonga mana shunday qilib fontan bo'lib beradi. Tushunyapsizmi? Fontan bo'lib beradi, bu nima qildi? Kamaydi. O'rin to'ldimi? O'rin to'lgani yo'q. Qachon o'rin to'ladi? Qachon tabiiy bo'lsa. Qachon siz 5 soat qiynalib gol urdingizda, keyin "Voy, men gol urdim, ertaga yana gol uraman. Menga bugun oyligimga yana 5 million qo'yishib berishdi, chunki men chempionatda men gol urdim" dedingiz. Mashina o'rni to'ladi. Chunki maqsad qo'ydingiz, kapsula paydo bo'ldi. Mana kapsula manitda yana paydo bo'ldi. Tushunyapsizmi? Yoki bitta biznes egasi oldiga maqsad qo'ydi. "Men shunday qilaman. Davay, bajaringlar." Bajardi. Keyin mana bu kapsula ding etib chiqib ketadi. O'rniga u yana maqsad qo'yadi. Tushunyapsizmi? Endi narkoman men bittasini kamaytirdi. Endi ichyapti-da, ikkitasini kamaytirdi. Men kamayib qoldi, o'zi kam qarang. Men bitta jigut turuvdi, endi ikkita jigut qo'yadi. Ya'ni ikkita doza degan. Ikkita doza degan.
ikkita doza qiynalib mamni chiqaradi, o'zi kam, bu ham ko'pini bermaydi chunki organizm ham o'layapti kam qolganida, men bu kapsulani hammasini bermaydi, mamcha beradi. Mamcha beradi. Endi men boya qanaqa otiluvdi, endi men qarang, kichkinagina otildi. U qolmayapti o'sha. O'sha avvalgidek bo'lmayapti. 3-jigit qo'yadi, 3-doza yoki boshqa tijol narkotik o'tiradi. Endi qarang, mana shu 3-jigit qo'yganda shu jigutni nojo'ya ta'sir ishlaydi. Nojo'ya ta'sir. Nafas markazini bloklaydi. Ya'ni o'sha nojo'ya ta'sirdan uzru, buyog'ingizni ayting, nima qilib qolishi mumkin? Ketib qolishi mumkin. Da. O'lib qolishi mumkin. Tushunyapsizmi? Peridozdan o'lib qolishi mumkin. Endi mana bu kamayib ketgandan keyin endi siz ham tashavordingiz. O'zingizda bedniy bo'lib qoldi. Mana bitta qoldi. Bitta ham hech buni ko'paytira olmayapsiz, o'stira olmayapsiz, oldiga 3-4 ta qo'sha olmayapsiz. Sabab hech narsa qilgingiz kelmayapti. Chunki men bu narsa qilishga ham kuch yo'q, men bu tabiiy maqsadlarim qolmagan, ishga ham borgingiz kelmayapti. Xotin o'shim gapi yo ortiqchalik qilyapti, bola tug'ilgani ortiqchalik qilyapti. Pulingiz yetmagani ortiqchalik qilyapti. Yana o'zi muammo ko'payib ketuvdi, qarz ko'payib ketuvdi, hamma narsa ko'payib ketuvdi. Mana bitta bilan yashashingizga to'g'ri kelyapti. Buni ustiga sizga yoqmaydigan narsalarni aytdim-ku. Onani gapi ortiqcha, ishxonadagi gaplar ortiqcha. Ishxonada kim sizga qo'yib qo'yadi? Gapirib turadi-da baribir. Xotin gapirib turadi-da, non olib keling, osh olib keling, men bilmaydi-ku, yoki bilsa ham, men bilsam nima qilaydi? Baba olib keling non deydi. Ortiqcha so'kib uyga jo'natib yuborish yengilroq, bolani yaxshisi yig'layapti. Deyish yengilroq, o'sha yengil yo'lini topadi-da, shuning ichiga doktor ham kiradi. Doktorda ham 6 sekund pashol to'g'ri. Nimaga? Yomonsan sen dedi. Sen meni chiqara olmayapsan dedi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun yaxshi narkolog yo'q. Shuning uchun yaxshi psixoterapevt narkologiya sohasida ishlay olmaydi. Ya'ni mana bu kamligi uchun psixoterapevtga ham yaxshi gap chiqmaydi. Psixoterapevtga ham bir anaqa chiqmaydi, nima deydi, ishonch chiqmaydi. Uni ishidan ham zavq olish chiqmaydi. Chunki u ham nimadan boshlaydi? Onangiz qachon sizni qiynagan? Qachon siz og'ir kunlar ko'rgansizdan boshlaydi. Tushunyapsizmi? Sen kammiding deydi. Sen yetmayapti deymi endi deydi. Men sen shuning uchun keldim oldingga deydi. Tushunyapsizmi? O'zi shu sabab, shu bo'l sabab anuga kiruvdi. O'sha bo'l sabab, o'sha og'riq sabab endi og'riqni qitiqlashdi, yiringlarni. Bitta mamtizni yiring bo'lsa, birov bundoq qilsa, "Hol qo'lingni" deysiz. Ha? Yo'qmaydi. Mana shu yerda ham shuning uchun ham tuzalish qiyin-da, tushunyapsizmi? Ammo men buni hammasini bilganim uchun men sizni tushunaman. Shuni bilganim uchun men bir urib turadigan og'riqlarni men ham insonman, ba'zan men ham to'lib toshib ketganimda, yo'q, bitta jonim bor meni. Qo'y hozir telefon ko'tarmay, qo'y gaplashmay deyman. Yana kuch topaman, sog'lomman-ku. Yana kuch topaman deb, atalib qilmayapti. Yashash kerak. Buni chiqarib ola olmasak, uni chiqarib ola olmasak, uni o'g'li bor. Ana shu ko'pchilik yana garantiya berib yuboradi-da. Meni hozir odamlar yomon ko'radi. Men garantiya beraman. Men точно bo'lmayman. Meni bolam точно bo'lmaydi dedi. Meni dedi, xotinim точно bo'lmaydi dedi. Nechta men sestralarni ko'rdim. Ha? Ish jarayonida qaysi yo'llar bilan kirib qolgan Xudo biladi. Bilasizmi? Nechta o'qituvchilarni ko'rdim. Nechta endi aytib bo'lmaydigan darajada katta ishda ishlaydiganlar ko'rdim. Yana bitta narsa, yurak infarkt bo'lsa, shundoq Hindistonga borasiz yoki Turkiyaga borasiz, pul rosa ko'p bo'lsa, aytaylik Amerika yo Izrael yo Germaniyaga borasiz-da. Shundoq tuzatadi. Endi
eplagan joyini eplaydi, yashasa bo'ladi. Jigar sirroz bo'lsa, akasi jigarim bersam o'lmas ekanman, davay jigarim yarim beraman, jigar beradi, o'lmaydi. Pochkani onasi berganlar bor, otasi berganlar bor. Ko'z bitta bo'lsa o'lmaydi. Quloq eshitmasamda apparat taqadi. Lekin bu dopaminni birov berib ham bo'lmas ekanda. Tushunasizmi? Mana shuning uchun bu rakdan og'ir. Rak o'ladi. Bu o'lmay azoblanadi. Tuberkulozdan og'ir, aytaylik, bu dunyoda eshitgan narsaning hammasidan og'ir. Men aytmagan gap, siz menga tayyorlab kelgan, o'zingizga tayyorlab kelgan savollardan boshlasak. Sizga anaqa qilganlarmi? Hammasi. O'sha boyaga aytganlarim narkomanlar nimaga kayf qiladi? Ya'ni bu narsaga aytib o'tdik. Muammoni hal qilgisi kelmaydi inson. Shu modda orqali o'sha moddalarning orqasiga bekinadi. Muammoni orqasiga bekinish kerak emas, uni hal qilish kerak. Birinchi qoida. Birinchi qoida. Yo'q, undan ham avvalgi qoida xalqimizga qoida berdikki, nima sizga begona bo'lsa yo'q deng. Yo'q deyishni o'rganish kerak-da. Yo'q deng. Yangi qiz bilan tanishib qoldingiz, juda ham nima deydi, shaddod, chiroyli, qo'lingizga bir narsa beryapti, vitamin deyapti, boshqa deyapti, nima qilish kerak? Yo'q deyish kerak. Yo'q deyish kerak. Yana har xil narsalarga qiziqaverish kerak emas. YouTube'dagi har xil videolar, narkotik haqidagi gaplarga kirish kerak emas. O'rtoqlarchi? Вот, o'rtoqlardan boshlanadi. Masalan, oddiy spirtnoydan boshlasak. Bizda al ich, nima qo'rqavimsan, o'g'il bo'lamisan. Har bir odam o'ziga nima deydi? Baryer qo'yib olish kerak-da, qanaqa? Yaxshi baryer. Yo'q, bo'ldi, men qilmayman. Ras shuning uchun mendan kechib olsang, o'rtoqligimizdan kechivoroq deyish kerak. O'zinikini o'tqiza olishi kerak. Inson qachon mana shu yo'lga kirmaydi deb o'ylayman. O'zini yasini yaxshi qo'yib olsa. Ya'ni yo'q deya olsa, men ich desa, yo'q desa bo'ldi. O'rtog'im san desa, yo'q deb ketsin. Undan ko'ra unaqa o'rtoq bo'lmasin. Hayotini buzib yuboradigan. Xo'p, bu masalan zavisimiy emasdir-da, bu zavisimiy bo'lib qolsa-chi. Shunaqalar ham bor lekin. Shunaqalar ham bor. Kimdirlar mana shu moddalarni isbot qiladi. Qarammas. Qanaqa qarammas? Hayoti do'zaxga aylanib ketmagan, hozir biz aytgandek, kimdirlarda, qanchadir ma'li protsentlarda u ham juda ham kam. O'shaning uchun Pashti 99.9% qaram. Qaram. Oxiri bo'ladi. O'shanga boradi. Mefedronda 100% qaram. Ha. Faqat maqsad shu bo'ladi. O'rtog'i aytdim, yo'q bo'ldi. Ya'ni o'zini yasini qo'yib olish kerak, boyaga aytganimdek. Yana nimalar? Xo'p. Bu moddalarni qanaqa qilib adkaz qilishni aniq qildik, gaplashdik. Endi ularni qanaqa bilish, ya'ni ota-onalarga. Farzandi shu yo'lga kiryaptimi? Birinchidan uyqusizlik boshlanadi. O'g'lingizni yoki qizingizni uyqusi buziladi. Ya'ni qanaqa kechqurunlar uxlamaydi, kunduz kunlari ko'p uxlaydigan bo'lib qoladi. Ya'ni biz hozir sizning farzandingiz yoki yaqiningiz narkomanmi, yo'qmi bilishni qaysi sifatlari bilan bilish kerakligini avval o'zi shu yo'ldan o'tgan insondan eshityapmiz. Eng oson sezadigan yo'llarni aytaman-da. Asabiy bo'lib qoladi. Har xil yolg'onni ishlatadi. Pul
ko'p so'rashni boshlaydi yoki pul ishlasa kam pul olib kelishni boshlaydi uyga. Kechqurunlari har xil bahonalar bilan ana o'rtog'im kelibdi, bu o'rtog'im kelibdi, ana o'rtog'im mashinasi buzilib qolibdi, unaqa bo'pti, bunaqa bo'pti. Yolg'on bahonalar ko'payadi. Shuni tekshirishga harakat qilish kerak. Ishtaha kamayadi. Yo'q, meni o'g'limda, meni qizimda unaqa narsa yo'q deb o'ylamanglar. Bu hammaga ta'sir qilishi mumkin. Hamma bilan sodir bo'lishi mumkin. Siz bilmagan holda. Chunki qaysi joyda tarbiyada qachon xato qilganingizni hech kim bilmaydi, o'zingizdan bilmaysiz. Iloji bo'lsa doktorga murojaat qilish kerak. Shunaqa muammolar bo'lyaptimi? O'qishda o'qiydigan bo'lsa o'g'lini o'qishi yomonlashib ketadi, darslar qoldirishni boshlaydi. Ishda ishlasa ishga kech borishni boshlaydi, ishdan kech kelishni boshlaydi. Mana shu muammolar ajratishni. Keyin tuzalish uchun qatdan kuch topdingiz? Tuzalish uchun nimaga meni tanladingiz? Men narkologiya sohasidagi psixoterapevt emas edim. Nimaga meni tanladingiz? Topolmadingizmi shu sohadagini yoki boshqa joylarni nima qilib ko'rdingizmi? So'rab, surishtirib ko'rdingizmi? Umuman narkolog qanday davolaydi? Psixoterapevt kim? Qanaqa qilib shu sohaga kirgan odamlar o'ziga najotkor doktor topishi mumkin yoki psixoterapevt topishi mumkin? Dori yo'llari bilan tuzatsa bo'ladimi? Shu savollarga ham javob bering va murojaat qilganlar ham qo'rqishi mumkin-da, meni uchetga oladi, boshqa oladi. Umuman uchetga olinadimi, yo'qmi? Zemsopa qanday ishladilar? Otangiz so'radilarmi, yo'qmi? Va hokazo. Birinchi qidirishni boshlaganman. Psixiatr tushunchasini tushunmasdim. Psixologlarni bilardim. Endi hamma kinolar ko'rgan, chet el kinolarida bitta odam yotadi, psixologga boradi. Biz uchun kulgili hol bo'lgan. Qidirishni boshladim. 3-4 ta joyga borganman. O'zim o'qib, mana shu narsa to'g'risida o'qib tushungan narsalarimni gapirib berishyapti-da. Men shu narsalarni gapirsam sizga yordam berar emas ekan, o'zingiz bilar ekansiz deyishyapti. O'sha umidim uzvordim. Keyin siz bilan uydagilar gaplashganda, ya'ni yordam bera olaman. Ya'ni aniq deb aniq qilganingizga ishonch bilan keldim. Afsuslanmayman. Xudoga shukr. Yordam berdingiz. Yana nima desa? Xo'p, qanaqa yordam bo'ldi? Mana birinchi safar kirib keldingiz, meni ko'rdingiz, yoki meni internetda qidirgansiz, kim ekan degansiz, o'rgangansiz, keldingiz. Qanaqa ishladim? Birinchi safarda mana shu yerda o'zida miyada nima bor edi, nima chiqib ketdi? Men birinchi safar kelganimni o'zida hamma emotsiyalar, tiagalar, желаниялар sразу bittada hal bo'lgan. O'chib qolgan. Keyin buni ustida ishlash kerak. Aytavering borini. Ya'ni men ishlagandan keyin Zemsopa o'sha birinchi marta mazza qilganimni eslolmay qoldim dedingiz. Shunaqami? To'g'ri. Hamma o'sha shu kayf bilan bog'liq bo'lgan xotiralar o'chib ketadi. O'chib ketdi. Yo'q, boshqalarda qanaqa ishlaydi bilmayman. Men ishlagan IMTT metodi, men Robert Millerdan, Amerikadan o'rganganman ustozimdan. O'sha metod bo'yicha ishlaganimda o'chirdim. Sizga bitta narsa aytdim. Miyangizda aylanadigan hid bormi deganda hayron qoldingiz. Shunaqa bormidi? O'sha narsaning hidi bormidi? Ha. Siz menga yana aytdingizki, Zemsopa xonangizda o hid yo'q, koridoringizda bor dedingiz. U hid hamma joyda keladi. Men xonamda kelmadi dedingiz. Ha.
Bu nimaga bog'liq? O'sha yerdan o'tgan qachondir mefedron ichganlar dan qolgan hid bo'ladimi bu yo miyangizda bo'ladimi? Nimaga meni xonamda bo'lmadi? Meni o'ylashimcha bu narsa miyada bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'sha moddani zararli ta'siridan qolgan asorat deb o'ylayman. Hozir bormi o'sha hid? Yo'q. Anchadan beri u hid qiynamayapti. U qiynaydigan hid bo'ladi. Chaqiradi. Ya'ni shunaqa narsa bo'ladiki, u hid shunaqaki ishlayapsiz. Hali ham esimdan chiqmaydi. Ishlayapmi? Ishtasiz, normalniy hammasi yaxshi. Kimdir kirib keladi. Gup o'sha hid. Sizda hammasi yaxshi. O'ylamayapsiz, narsa haqida esingizdan chiqaryapsiz. Kimdir keldi, hali chaqiradi hid. Men shu yerdaman. Meni esingdan chiqarib yubordingmi degandek. Hamma joydan kelishi mumkin u hid. Har xil vaqtda kelib qolishi mumkin. O'sha hidlarni ham o'chirib berdingiz. Keyin yana bitta narsa aytdingiz menga. Boya aytganimdek tuzalish jarayonida kayfiyat yo'qligi, umumiy holsizlik holatlari bo'ladi. O'sha paytda yana shu narsani qilsamchi degan taga bo'ladi. Shu taga bo'ldimi yo'qmi va qanaqa qilib sizni o'rtoqlaringiz aldab narsa berib qo'yishdi, o'shani aytib bering. Siz meni oldimga oktyabr oyida kelgandingiz, noyabr oyida kelgandingiz, lekin men ko'rsam siz oktyabr oyida kelgan ekansiz, balki oktyabr oxiridir. Keldingiz va hozir mana oktyabr bo'lgan bo'lsa, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart bo'lyapti. Umumiy 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi ishlayotganimga. Shu 4 oydan beri meni kuzatuvim bo'yicha kirib ketmadingiz. Balkim ba'zan bir marta xohlab qani qilib ko'radigandirsiz. Bir marta o'rtoqlaringiz yana berib qo'ygandir. Ular menga aytib berdingiz. Shular qanday bo'ldi? Shu avvalgi emotsiyani his qila oldingizmi? Sizlarga maslahatim, davolanishdansizlar, iloji boricha birinchi o'rinda atrofingizdagilarni yo'qotinglar, ya'ni zararli odamlarni. Ana, telefondan o'chirish, telefondan Telegramdan bloklash, hamma joydan o'chiring, bloklang, iloji bo'lsa ish joyingizni o'zgartiring, hayotingizni boshqatdan boshlang. Maslahatim. O'sha narsa bilan bog'liq bo'lgan hamma xotiralarni unutishga harakat qiling. Keyingisi emotsiyalar haqida, o'sha xotiralar haqida baribir u narsa qaytib kelmadi. Davolanishni boshladingizmi? Ya'ni sizda Zebnisobada hozir davolanishni boshladingizmi? Yo'q, men hammani ham olaman, ishlayman deb va'da bermayman. U to'g'ri, u gapingiz ham to'g'ri. Mana sizni misolingizni misol keltirsak, sizda davolanish boshlayapti. Patsientingiz tasavvur qilamiz. Seanslardan o'tdi. Sarvatsa qiladigan vaziyat bo'lib qoldi. Maslahatim sarvatsa qilmaslikni. Nimaga? Chunki u oldingi narkotikdagi holatingizdan ham yomon holatga tushib qolishingiz mumkin-da. Chunki emotsiyani ola olmaysiz. Siz o'ylaysiz, doktor menga yordam bermagan deb o'ylaysiz xayolingizda. O'zimni kuchim bilan hozir menga sal motivatsiya berib, men o'zim harakat qilaman deb o'ylaysiz-da, moddani qabul qildingiz, lekin siz o'ylagan narsani hech qanaqa effektini bermaydi. O'zingizga o'zingiz zarar qilgan bo'lasiz. Ya'ni aytmoqchisizki, Zebnisobas meni miyamda, ya'ni men miyadan o'sha dopaminniy nimani strukturani buzib tashlagan narsangizni sabab bo'lgan videolarni o'chirganman-da. Ya'ni ekstazidir, mefedrondir, boshqasidir, LSDdir, boshqasidir. Siz ishlatganingizda emotsiyalar bo'lgan. Ana shu emotsiyalarni men o'chirganman. O'chirganimda men bilar edim. Yana qabul qilsang, ola olmaysan o'sha effektni. Men o'chirdim. Bilar edim. No, siz nima uchundir, balkim kuchsiz bo'lib qolgandirsiz, balkim depressiya boshlangandir. Qabul qildingiz, emotsiya ola olmadingizmi?
Yo'q, unaqa ощущение bo'lmadi. Naborot, o'zimda yomon holatni his qildim. Tushkunlik undanda chuqur darajaga tushdi. Nega? Tasavvur qiling, oddiy misolda tushuntiraman. Suv ichkisi kelyapti, suv ichasiz, chanqog'ingiz qolmayapti. Xuddi shunaqa narsa. Bu foydasi yo'q o'zi. Ras lecheniya olish xohladingiz, boshladingizmi? To'g'ri, bu narsa qiyin. O'zim bilaman qanchalik qiyinligini, harakat qilib to'xtash kerak emas. Nima deydi? Sarvat saqib oldingizmi? Qiyin bo'lyaptimi? Muammolar ko'payib ketyaptimi? Boshlab olish kerak emas. Boshlab olsangiz ham yana qaytish kerak. Ya'ni telefon qilish kerak doktoringizga. Yana doktoringizga telefon qilish kerak, yordam so'rash kerak, harakat qilish kerak. Endi doktoringiz ham sizni tushunadigan inson bo'lishi kerak-da. Yana kim tushunish kerak siz? Xo'p, bizga kim yordam bera oladi? Bu kasallikdan chiqishga bitta odam o'zini qarori, o'zini harakati yetmaydi-da. U odam o'zini yasini yo'qotib qo'ygan odam-da, boyaga aytganimda. O'sha yasi yo'qligi uchun boyagi moddani o'rtog'idan olib qabul qilardi. O'zi yo'q odamda yana boshqatdan qurmoqchi u. Fundamentni boshlab. Uning uchun kim yordam berish kerak? Birinchi o'rinda ota-ona. Ota-ona farzandga ishonish kerak. Agar ota-onasi bo'lsa, aka-ukasi yordam berish kerak. Qanaqa? Pul u tomonlama emas, mehr. Ya'ni shu insonga ishonishini bildirish kerak. Uni har xil vaziyatda tushunishga harakat qilish kerak. Oilasi, xotini, agar yoshi katta odam bo'lsa, bolalaridir balkim. Ya'ni kulgili, bolalari ham tushunishga harakat qilish kerak. Bu joyda eng qiyin, men o'zim maqtamoqchiman, boshqa qilmoqchi emasman. Men umumiy ma'noda aytmoqchiman, eng qiyin nagruzka doktorga tushadi. Albatta, chunki главный figura baribir o'tda doktor, doktordan keyin mana doktorni qo'ydik, patsiyentdan keyin tarqaladi. Ota-onasi bitta tomonga, oilasi bitta tomonga, aka-ukalari bitta tomonga. Baribir o'sha doktor birinchi o'rinda turadi. Nimaga doktorga qiyin deyapman? Masalan, akasi meni boshqa jigarim yo'q, shu bitta ukam bor deb yaxshi ko'rsa, onasi meni shu bitta o'g'lim bor, og'ir kunida shu onaligini qilib beray desa, doktor hech kim emas insonga ulardan ham ko'proq yordam berish kerak. Ko'proq mehr bera olish, ko'proq yordam bera olish kerak. Va mehr aka-ukachilik bo'lish kerak emas. Mehr doktorning yordami bo'lishi kerak. Ya'ni telefon qilaman, mashqat paytlarida qilasan. Mana sen sarvat saqib bo'lishga 5 minut qoldimi, telefon qil, telefon qil. Onangga telefon qilsang, onang yig'lab beradi, undan battar bo'lasan. Otangga telefon qilsang, so'kib beradi, battar bo'lasan. Xotinga telefon qilsang, bolalaring yig'latib, og'zini eshittiradi, battar bo'lasan. Lekin doktor bolalardan ortib, ishidan ortib, hozir qilayotgan narsasidan ortib, hozir bir narsa bo'lyapti buni hayotida. Qilgan mehnati raso bo'lmasin, o'sha payt telefon ko'tarish kerak. U juda og'ir. Ya'ni bitta doktor 10 ta, 20 ta, 30 ta patsiyent bilan ishlamaydi. Bu masalan meni pasiyentlarim juda ham ko'p, shuning ichida narkomaniya bilan ishlaydiganlarim ikkita yurishdi. Nimaga? Undan ko'p ham keladi menga. Olmayman. Nimaga? Men bitta odamga качественный qilishim uchun, konsultatsiya qilishim uchun shu o'sha insonga zasiklitsiya qilib ishlashim kerak. Uni ham olib qo'yding, buni ham olib qo'yding, buni ham pulni olib qo'yding, uni ham pulni olib qo'yding. Keyin u ham bir paytda o'zida telefon qildi. Masalan, boshqa kasallarni telefon qilmaydi. Nevrozlar, vahimaga tushganlar, menga kelib depressiyalar, ular telefon qilib men qiynashmaydi. Lekin bu odamga telefon qilganda salangi telefon qilaman, shart telefon o'chiradi. Nimaga? O'sha bu odam ichi uzildi-da. Men hozir kerak edi endi. Ishing ko'pmi, mayli. Shunaqa odamlar-da bular. Shunaqa.
Sabr o'sha paytda chidamaydi. O'sha paytda u zo'rg'atdan imkon topib telefon qilgan bo'ladi. Yana qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Hozir doktor mana bitta patsient oldim, shunaqa deb o'ylayman. O'rmonda ketyapti. O'sha narkoman odamni qo'lidan ushlab, qo'lida qilich, o'tlarni kesib, ana jungli o'rmonlarda bo'ladi-ku. Doktor o'tlarni kesib, boshqatdan to'g'ri yo'lga olib chiqyapti. Ya'ni bizdagi odamlar juda ham hamma narsaga xarakteri slabiy bo'lib qoladi. Boshqatdan immunitet hosil qilish kerak. Oddiy xotini bilan urushib ham, xotinim urushdi, o'shaning uchun bugun qilishim kerak deb sarvatsa qilib yuboradigan bo'lib qoladi. Yoki bolasi yig'lasa, bolam yig'lab qiynavordi, charchatib yubordi. Har bir narsaga bahona, narsani ortidan bahona qidirish boshlaydigan bo'lib qoladi. O'sha narsalarga, stresslarga, muammolarga immunitet hosil qilib beradi doktor. Qiyinmi? Juda qiyin. Yana bitta narsa bor, ochiqni aytmoqchiman. Har bir inson o'zining kasbidan foyda olib, o'sha foydasi bilan yashaydi. Parxmaxir soch turmaklaydi, aytaylik, aytishnik kimdir saytini to'g'rilaydi. Biz o'sha inson,larni chiqarib olamiz. Endi tish doktorga borsa, pulni tayyorlab, taxlab borgan bo'ladi. Aytaylik, jigar kasali doktorga borsa, jigar quryapti, hozir yaqinda o'lib qolmasin, pullarni yig'ib o'rtaga tashlab yoki o'zinikini yig'ib borgan bo'ladi. Lekin bizga murojaat qilgan odam hozir murojaat qilganda hozir puli yo'q. Hozir murojaat qilganda hozir u sarvatsa qilib pulni sotib qo'ydi, o'lib ketgur o'sha 430 ming deydi. Uning uchun doktor fidoyi bo'lishi kerak. Doktor o'sha insonni yorug'likka olib chiqish kerak. Endi siz aytasiz, bunaqa odamlar juda ham ko'p topasiz. Menga o'xshagan psixoterapevt kam, ular nima qiladi? Shu qaysidir qismi menda bu muammo yo'q deb yuradi. Qachongacha? Qancha payt muammo yo'q deb yuradi? Muammo yo'q deb qachongacha aldaydi, bilasizmi? Oilasida urush janjal bo'ladi-da, uni muammo deb qaramaydi. Mashina orqasidan kelib chiqyapti deb ham o'ylamaydi. Tushunmaydi o'zi. Muammo qachon bo'ladi? Qachon o'zi psixikaga ta'sir qilganda. Ya'ni bu narsa to'g'risida gapirmadik. Har xil ovozlar eshitilishi boshlaydi. Hammada har xil bo'ladi. YouTube'larda videolar ko'rganman, bir-biriga prikol qilishadi. O'sha salivoylar, mefedronchilar telefon jiringlayaptimi deyshadi. Kechqurun o'zidan o'zi telefon jiringlaydi, lekin unaqa narsa bo'lmaydi. U sizni psixikangizni shu darajada buzib tashladiki, sizga yo'q ovoz, gallyutsinatsiya, yo'q narsalar eshitiladi. Shunaqa narsalar bo'ladiki, yotganingizda bitta xonada yotibsiz, narigi xonada o'rtoqlaringiz gaplashib o'tirgan bo'ladi. O'zingiz uyda yotibsiz, chiqasiz, qaraysiz. Bu davomiy bu narsalar insonni ichidan yemirib tashlaydi. Oxiri nimaga olib boradi? O'zini joniga qasd qilishga. Nimaga ko'pchilik narkomanlar osib qo'yadi? Shu narsalarga chidolmaganda. Bu narsalardan, lekin bu insonlar juda yaxshi odamlar. Men hali bilmadim. Men rostini aytdim xalqqa. Meni narkologiya bo'yicha va narkomanlar psixoterapiyasi bo'yicha ishlashimga majbur qilgan ikkita moment bor. Bittasi, men Amerikada Robert Millerda narkotik moddalarga qaramlik psixoterapiyasi IMDT metodini o'rgandim. Shunda OKR bilan birga, ya'ni shunaqa kasallar bor, qo'lni yuradi. O'sha kasallarda ishlashni o'rganish uchun shu kursga yozilib, u kurs ichida narkomaniya psixoterapiyasi ham bor edi. Kirib qoldim-da men o'sha kursga.
Keyin kirgandan keyin bir kuni Namanganda edim, bir odam telefon qildi. Kursda aytildiki, bularda навязчивый hit bo'ladi degan, hitni o'chish kerak degan bizga o'rgatildi. Kim bir odam telefon qildi, u odam meni eshitayotgan bo'lsa, siz tuzalib ketganingizdan xursandman. Telefon qildi, Zemiz opa, men sizni oldingizga borishim kerak dedi. Men Namangandaman, ertaga Toshkentga qaytaman, undan oldimga keling dedim. Keling desam, haligi odam aytdiki, borolmayman Zemiz opa, oyoq qo'lim singan dedi. Yo'q, qo'lim demadi, oyog'im singan. Qo'li ham shikili bir yelkasim singandi. Keyin men bir sekund pauza qilmasdan qaysi hit chaqirdi pushkaga oldim. Desam, haligi qattan bilasiz? Nega qarang? Hit chaqirganni qattan bilasiz deyapman dedi. Yaxshi gaplashib o'tirgan odam men ham pushkaga oldim. U ham anaqaga tushdi terrasaga. Qaysi modda dedi. Ne telefonli razgovor dedi. Telefonda gaplashadigan gap emas dedi. Men sizni tushundim dedi, siz bilarkansiz dedi. Men sizda hozir qo'rquv vahima deb oldingizga bormoqchi edim. To'g'ri, menda qo'rquv vahima bor dedi. Qo'rquv vahima ham bo'ladimi? Qo'rquv vahima unaqa ko'p bo'lmaydi-yu. Odamni boyaga aytganimdek holatiga qarabda, ya'ni stressga chidamsiz odamlarda slabiy odamlarni yana ham slabiylashtirib tashaveradi-da. Mani oldimga kelganlar ichida qo'rquv vahimasi ham bo'lgan, qachonki birinchi marta qo'llaganida birdaniga haligi davleniya ko'tarib yuborgan yoki shunaqa nafas siqib qo'ygan birinchisini o'zida o'shanda qo'rquv vahima bilan kelganlar, hali kurslardan keyin kelganlar juda ko'p menga. Qo'rquv vahima nimada bo'ladi? Yordam bera olarmikin, chiqib keta olarmikinman degan narsada bo'ladi-da, to'g'ri. Shunday qo'rquv. Keyin haligi hit навязчивость degan narsani shu ustozim endi Amerikada necha yil oldin bu pik bo'ldi. 7 yilmi? 7 yil bo'ldimi? Necha yil bo'ldi? Mefedronoviy pikka. Tak, bu valnalar Rossiyada shu 2015 dan keyin boshlanganda birinchi Salivoy bo'lgan, keyin so'ldan mefedronga o'tilgan. Bularning ichida eng yomoni, to'g'ri, bu bilan yaxshi yomon demoqchiman, anaqaga bo'lmoqchi emasman-ku. O'sha Salivoy eng kuchli odamni organizmini shu darajada istashshat qilib tashlaydi. Mefedronda sekinroq bilinadi-yu, zarar, Salivoy juda ham tez, juda ham asoratlari yomon bo'ladi. Tochka nevazvrata degan narsa bor. O'shanga tezda yetib oladi inson. Yoki o'lib qolishi ham mumkin. Keyin o'sha hit degan narsa meni miyamda qoldi-da. Menga dedim, Alloh bekorga bu narsani bermadi. Mayli, men dog'ganda qaysi tarafdan bekam ko'sman. O ishim bor, kasbim bor, bolalarim bor, erim bor, sog'ligim bor. Demak, men shuni qilishim kerak ekan, shuni ham o'qishim kerak ekan degan narsa paydo bo'ldi deymanda. Keyin siz kelganingizda ham qani shu bola ham hid haqida nimadir ekan dedim-da. Birinchi menda narkologiya, psixoterapiyasiga kirib ketishimga shu sabab bo'ldi. Keyin sizga ham shunaqa tunsamda qildingiz. Qatdan bilasiz dedingiz. Da, bu narsada hid bo'ladi-da. Qatdan bilasiz dedingiz. Даже men dedingiz, internetda bu haqda o'qimaganman. Навязчивый hit bo'ladi, hit chaqiradi dedingiz. Hit chaqiradi. Keyin men aytdimki, bu dedim, qanaqadir znak dedim-da. Narkologiya bo'yicha men ustozlarim, professorlarga murojaat qilib, maqlayman, o'qiymikan desam, siz kuchli psixoterapevtsiz, bu sohada ham qandaydir bir yangiliklar, qandaydir bir yangi metodlar olib kelgan bo'lsangiz, o'shalarni, ya'ni Amerikadan o'qib keldim dedim deyman, o'qidim dedim de. Robert Miller, Mark Nickersonlarda o'qidim. Международный 10 ta dunyodagi eng katta o'sha narkologiya bo'yicha ishlaydigan 10 ta katta trenerlar birida o'qidim. De ishlaydi. Endi
eski metodlar bor. Qaysi birlarini bilasiz? Yoki 12 shak yoki boshqa? Jo'natish shak eshitganman. O'rtoqlaringiz shu holatga kirganlar shu metoddan foydalanishganmi? Qanaqa natija bo'lgan? Yo'q, bu narsada davolanib ko'rgan odamlar bilan gaplashmaganman, lekin o'sha har xil metodlarni eshitganman. Juda ham foyda berishi kam. Ya'ni ko'proq o'sha boyaga aytgandek atrofingizdagi poddeskaga, o'zingizdagi xohish birinchi o'rinda shu doktorga bog'liq ko'p narsa. Ko'p narsa bog'liq. Baribir doktorga bog'liq. Chunki u sizni tushunib, holatingizni bilib, qanaqa yordam berishni biladi-da. Nima deydi? Bunga yechim o'ylayversangiz baribir topilmaydi-da, o'zingiz. Mutaxassis topib berish kerak. Mutaxassis sizga yo'lni ko'rsatib olish kerak. Mana bo'ladi, qanaqadir ma'noda o'zingiz harakat qilishingiz mumkin, qanchadir odamlardan izolyatsiya qilib, nimadirlar qilishingiz mumkin. Hozir masalan vokzalga borishimiz kerak. Vokzalga yo'lni so'rasangiz, bilsangiz, to'g'ri borasiz. Yo'lni bilmasangiz, aynan vaqtingizni ketkizib, energiyangizni ketkizib, pulingizni, vaqtingizni ketkizadi. Xuddi shunaqa narsa-da, mutaxassisga murojaat qilish kerak. Ishonish kerak mutaxassisga. Ishonchni oqlamasa-chi? Harakat qilish kerak yana boshqasiga. To'xtab qolish kerak emas. Ras shu narsaga harakat qilib, plan qildimi? Shu qarorni qabul qildimi? To'xtash kerak emas. Yana bitta narsa meni o'ylantiradi-da. Shu narsadan chiqqanlar, chiqmaganlarni tortib oladi. Shu chiqmaganlarni chiqara oladi degan konsepsiya bor. Ya'ni anonim narkomanlar guruhi, anonim alkogolizm guruhi. Ular qanchalik foyda yoki opit tajribasini berib, hali bir o'zi bilmagan narsalarni o'rgatib tashlaydimi? Men endi bilmadim-ku, lekin men o'zimning fikrim shu narsalarga, men unaqa joylarga bormaganman, gaplashmaganman. Lekin masalan ikkita inson bitta sohani egasida bir-biri bilan suhbatlashganda o'zining sohasini kamchilik, yengilliklarini gaplashadi. Narkomanlarda ham xuddi shunaqa, bывшийda ham. Hozir boradi, xo'p. Bывших не бывает deydi. Bывших не bывает, da. Nima qiladi? Bir-biriga o'pit almashadi. Sen nima qiluvding? Men so'lda o'tirardim. Atxadniklarda nima qilarding? Nima qilardim? Qanaqa bo'lardi? Yengilroq bo'lardi. Yangi o'pit oladi-da. Masalan, bittasi aytadi, menga mefedron kayf bermasiz dedi. Men anuni endi hozir nomini aytmayman, qo'sh. Ularni targ'ib qilib qo'ygan bo'laman. Anuni qo'shib qilardim yoki men buni qo'shib qilardim. Bitta o'zi kayf bermasdi. Tipi shunaqa. Men unaqa sabraniyalarga o'zimning fikrim qarshilik bildiraman. Yo'q. Qaysi metod yaxshi unda? Individualnimi? Iloji boricha individualni ishlagan yaxshi deb o'ylayman. U borib narkologiyaga borib yotishni ham maslahat bera olmayman. Nimaga desangiz? Bu gapni ayta olmaymiz. Biz davlat siyosatiga qarshi boramiz. Mana shu joyga kesib tashlaymiz. Xo'p. Biron bir lecheniyalarni ham tavsiya qila olmayman. Masalan, kapelnitsalar qilishadi, ukollar, dorilar, nimadirlar. Bu kasallik miyada, qalbda. Asosan qalb kasalligi deb o'ylayman, boyaga aytganimdek. O'shaning uchun bitta doktor bilan, yaxshi doktor bilan harakat qilish kerak deb o'ylayman. Hurmatli aziz yurtdoshlar, men mana shu suhbatimizni so'ngida yana bir metod haqida gapirib o'tmoqchiman. Umuman olganda 15-20 ta metodlar sintezi bilan ishlayman. Ishladim siz bilan ham. Programma qo'ydim. Neyrolinguistik programmirование.
gipnoz metodi bilan ishladim. Qaysi miyangizda qaysi resurslarni aktivlatish metodi bilan ishladim. IMTT metodi bilan ishladim. Qalbdagi og'riqni olib tashlash metodlari bilan ishladim. FSAP metodi bilan ishladim. Meni har bitta aytayotganlarimni internetdan ochib ko'rsanglar bo'ladi. FSAP metodi bilan ishladim. EMDR metodi bilan ishladim. Miyangizdan o'chirdim. Dialektik behavioral terapiya bilan ishladim. Ya'ni осознанность, miya anglashi, miyaga globalni menda paydo qilish dialektik behavioral metod. Har bitta metod sizga aytib o'tirganim yo'q. Hozir biz mana bu metodni boshladik deganim yo'q. O'sha metod bilan ishladim. Ya'ni og'riqni ketkazish metodi bor. Narkotikni kayfini saqlanib qolgan o'sha taga beradigan videosini o'chirib tashlash metodi bor. Gipnoz metodi bor. Miyani o'sha uchib qo'nayotgan beta ritmlarni teta ritmiga o'tkazib halovatli tinchlik qilib qo'yadigan. Telesni obrazli terapiyamiz. Tanangizda o'sha qolib ketgan narsalarni chiqarib tashlash metodi bor. O'sha tana bilan ishlash metodida ishlaganimda siz qaytimdir tozalandi, qaytimdir bo'shab qoldi dedingiz. Qanday bo'ldi bu? O'sha ishlaganimizda qanaqadir odam og'ir bo'lib qolgan bo'ladi. O'sha seansimizdan keyin yengil hayotga bo'lgan zavq, hayotga bo'lgan qiziqish yana qaytib keladi, xuddi yoshligingizga o'xshab. Chunki yoshlikda insonning ichida nima deydi? Qanaqadir yomon xotiralari deymizmi, yomon narsalari deysizmi, kamroq bo'ladi-da. Yana boshqatdan toza bo'lib hayotga qadam qo'yadi. Bu aversiv terapiya deyiladi. Aversiv terapiya degani jirkanish. O'sha narsadan mana xuddi o'sha jirkanib chiqarib tashlayotgandek aversivni terapiya o'tkazamiz biz. Aversiv terapiya o'tkazganda siz qaytib qordingiz. Shundan keyin nima bo'ldi? Hali ham esimda. Shu darajada o'zgardiki hamma narsa. Даже xonadagi narsalarni rangigacha o'zgardi. Avval qanaqa edi, keyin qanaqa bo'ldi? Ranglar xuddi shu rangdagi edi, lekin cho'mni emas edi, yark emas edi, svetli yarkilashdi. Xuddi ko'zingiz oldiga parda bilan yurgandek yurardim-da. O'sha narsalar ko'z ochildi. Ani aytadi-ku, bizani xalqimizda maqol bor, ko'zi ochildi deydi. Xuddi shunaqa ko'z ochiladi. Miyachi qo'yib yubordimi? Miyadagi har xil xayollar ham qo'yib yuboradi. Gipnozda nima bo'ldi? Gipnozda narkotik bergan kayfdan ko'ra bu gipnoz holati taqqoslab bo'ladimi yo bo'lmasa bu gipnoz holati bir bolalikda eslatib? Gipnozda bilasizmi, shunaqa narsa bo'ldiki, o'sha shirin xotiralaringizga qaytasiz-da. O'sha bolalikdagi xotiralaringiz, muammosiz, har xil o'ylasiz, fikrlasiz, yashaydigan vaqtingizga qaytib, o'sha vaqtda qanchadir yashaysiz. Yoqimli. Yoqimli. Bu regressiv gipnoz deyiladi, progressiv gipnoz ham bor. Ya'ni 3 ta gipnozdan foydalanaman-da, regressiv gipnoz orqaga qaytib o'sha yaxshi narsalarni topish, manbetni ham topib berishda, progressiv gipnoz. Keyin kelajakda ham shunaqa bo'ladi endi deb uni kelajakka o'tkazib gipnozda uni maqlash kerak. Undan keyin neurolingvistik programmirование qo'yiladi. Yakrlar qo'yiladi. Yakr degani shu bitta narsa kelganda mana bu narsa dominировать qilib, ustunlik qilib miyangizga ustun qilib qo'yiladi. Buni hammasini aytishim oson, lekin buni bajarish, buni o'rganish, buni keyin hosilini bilib oldingda bitta men tuzaldim qanchadir foiz 100% tuzaldingiz deya olmayman. Ammo hali asoratlar ketgani yo'q. Asoratlar ketadi. Men aytganim qilsangiz asoratlar ketadi. Va asoratlar ketishiga bitta metod berdim.
fiziki nag'ruzka. Avval buni foydasini sezmadingiz, keyin foydasini sezib, men o'zimga shuni tushuntirib aytishni boshladingiz. Qanchalik yordam berdi? Fiziki nag'ruzka juda ham ko'p yordam beradi. Iloji bo'lsa, shu davolanishni boshlagan insonlar bo'lsa, maslahatim hayotingizni o'zgartirishga harakat qiling. Qanaqa o'zgartirishga? U davolanishga harakat qiling. Birinchi o'rinda yaxshi mutaxassisga uchrab, ikkinchidan qiyin ish joyingizni o'zgartirishga harakat qiling. Kun tartibingizni o'zgartirishga harakat qiling. Rejimda yashashga, sport bilan muntazam shug'ullanish kerak. Yana o'zingizga qo'shimcha hobbi toping. Ya'ni har bir insonning bolaligida qilmoqchi bo'lgan orzusi bo'ladi. Kimdir rasm chizishga qiziqgan, juda ham zo'r rasm chizgan yoshligida. Kimdir durozgorchiligi yoshligida narsalar yasashga qiziqqan. Kimdir nimadirlarni bo'yashga. Siz qanaqa hobbi topdingiz? Men to'g'risini aytsam, hozir mana shu narsa to'g'risida o'qiyapman. Ya'ni o'zimga o'xshagan insonlarga qo'llanma qilib berish uchun harakat qilyapman. Endi shuni aytmoqchi edim. Siz hobbi topmadim deb aytmoqchimisiz? Aslida siz topgan hobbi u maqsadingizdan ham katta kuch berayotgan hobbi. Zemsoppa menga o'xshab qolmasin odamlar. O'shani harakatini qilinglar, iltimos, menga yordam bering. Mana shunaqa videolar qilaylik. Mayli, men mehnat qilib beraman. Mayli, men harakat qilib beraman. Shunchalik 10 yil yurganman, harakat qilib beraman deganingiz sizga kuch beryapti. Odamlar bu narsada qo'rqib qoladi-da. Hech kim yordam bera olmaydi. Yordam bor, harakat qilish kerak, ishonch bo'lish kerak. Siz harakat qiling, qidiring, izlaning, topasiz. Shu. Endi xalqga bilan xayrlashishdan oldin men ishimga javob beraman. Qaysi ma'noda? Shu inson chiqaman desa, men aytganimni qilishga tayyorman desa, men ishlayman. Ammo bugun tayyorman deb ertaga buzib qo'ysa, bugun tayyorman deb ertaga o'sha yo'ldan chiqsa, shunda ham men tushunishga harakat qilaman. Ammo harakatdan to'xtamasa, men harakat qilaman. Men qo'limdan keladi. Ammo o'sha inson degradatsiya bo'lmasligi. Degradatsiya degani bo'ldi, o'zini olib, ana qora kabinetga kirib ketdi. Odam jarlikdan chiqib ketishga, faqat o'limni kutishga tashlash kerak emas. Otasi shu yo'lga kirdingmi? O'zing tanlading. Onasi, men o'zi kasalman, infarkt bo'lganman, seni o'ylab endi insult bo'layman desa ham bilingki, hayotda qandaydir bir inson bor. Sizga yordam beradi. Bu o'zingiz emasdir. Bu siz emasdirsiz. Lekin o'sha inson bor. Shu insonga ishonish kerakki, shu inson bor. U miyasidan o'ylab topadi o'sha insonni. Ammo chiqishi kerak. Boshqa yo'l yo'q. Nima deb o'ylaysiz, chiqsa bo'ladimi? Harakat qilish kerak. To'xtab qolish kerak emas. Qilsa bo'ladi. Albatta, albatta. Ya'ni bu kasallikda biz faqat remissiya deymiz. Remissiya degani shu narkomaniya kasalligini to'xtatib berdik deymiz. Tuzatib, to'liq tuzatib berdik demaymiz, to'xtatib berdik deymiz. Lekin o'sha to'xtatib berish umri oxirigacha ham bo'lishi mumkin. Shu tashab ketdi, tuzaldi deyiladi, deb o'ylab qaragan. Lekin ya'ni butun dunyo to'xtatib berildi deyiladi. Ya'ni to'xtatdi shu inson deyiladi. Hurmatli aziz yurtdoshlar, bugungi podkastimiz sizni ogoh qilish uchun edi. Reklama uchun emas, kelinglar, tuzataman deyish uchun emas, sizni ogoh qilish uchun edi. Ya'ni xavfli vaziyatga kirmang, bu yo'lga kirmang. Mana shu joylarda sizni xavf kutib turgan bo'ladi. O'sha payt yo'q deya oling.
deyish uchun edi va bizning mehmonimizga Allohdan sabr, toqat, ahli ayollariga mani eshitib turgan bo'lsalar, sabr, qanoat, onasilariga, otalariga sabr, qanoat so'raymanki, va o'zimga menga oson emas. Menga yana yurak yutib, hammasini yutib, yana yaxshi ovoz bilan. Mana kecha telefon ko'tarmaganingda o'sha bir voqealar bo'lganda men ham insonman, men ham xafa bo'ldim, men ham bor yo'qol, men ham deyishim mumkin. Lekin hammasini shunday tashlab yuborib, yaxshi ovoz bilan "Sen telefoning kutyotgandim. Yaxshimisan?" deya olish kerak. To'g'ri. Va bilaman charchagansiz. Bilaman tushunib charchagansiz. Bilaman o'zingizdan bezor bo'lgansiz. Ammo bu dunyo o'limni kutish uchun kelgan yo'q. Bu dunyo yaxshilikka intilish uchun kelgan. Qanchalik narkoman bo'lsangiz ham siz yashashga loyiqsiz va ichingizda chiqib ketishga kuch bor. Hammaga mani eshitib turgan va eshitmagan hammaga shu narsani tilayman. Xavfli vaziyatda Xudo asrasin. Xavfli vaziyatdan sizlarni Xudo asrasin. Boshqa gapiradigan gapim yo'q. O'zingizni asrashni biling.